Ota-ona eng yaxshisiga, eng sifatligiga loyiq. Esingizdan chiqarmang. Voy siz aziz maqvatsan, nimaga ekrandan suv ichvasan bolam? Ekranda qancha mikrob borligini bilasanmi? Qancha bakteriya borligini bilasanmi? Ertaga yotasan erta bayramda kasal bo'lib. Oyijon, kecha nima deyotdingiz menga? Bolam, endi menga filtr qo'yib berdi dedingiz. Mana, Evorani 6 bosqichli eng zo'r premium filtrini qo'yib berdim sizga. Endi mazza qilib hech qanaqa cooler demaysiz, krandan ichma demaysiz, deb mazza qilib ichaverasiz, oyijon. Albatta ikkinchi yutumini ko'ring. Bismillahirrohmanirrohim. Qani? Bolam tozaligi, filtrdan o'tgani, primislari yo'qligi shunda bilinyapti. Tan joningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq To'xting, yetmaganida-chi. Mana qarang, ko'ryapsizmi? Bitta filtr olsangiz, mana shu hamma narsani sovug'iga qo'shib shu berishyapti. uchta narsa bonusmi? Bonus. Va buncha yaxshi-ku. Oyi, sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Agar sizlar ham oshxonangizga yaxshi filtr qidirayotgan bo'lsanglar, tanlovda adashmanglar. Evora eng zo'r tanlov, ishoninglar. Men chertib bir oy qidirdim yaxshi filtrlarni va eng yaxshisini albatta o'zimga emas, onamga ilindim. Agar sizlar ham ota-onangizga yaxshisini ilinadigan bo'lsanglar, Evora boshqasiga o'tib ketish yo'q. Qota opam remont qilganlarida adashmasam $1000 qo'ydirgan edilar yaxshi filtr deb. Bu arzimagan $250. Yetmaganida shuncha sovg'a qilib berishyapti, o'ylanglar. Premium kачествоda A+ kategoriyadagi eng zo'r filtrlar. Undan tashqari 3 yil garantiya. U ham yetmaganida 10 yil servis xizmati bor, ishoninglar. Ustanovka ham mutlaqo tekin ekan. Hoziroq ko'rsatilgan raqamlarga telefon qilinglar-da, uyingizga sifatli, toza, mazali, yumshoq suvlarni o'rnatinglar. Bu ekologiyada filtr qo'ymasa bo'lmaydi. Tanlovda adashmanglar. Evora, mana tanlov.